بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. 6 hadis عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه aytadilar, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bu Qur'onni taahhud qilinglar. Ya'ni lozim tutinglar, davomli o'qinglar, tadabbur bilan va amal qilinglar degan ma'noda. Davomli o'qib turish, Qur'onni tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qib turishlik, bu Qur'onni taahhud qilishlik deydi ulamolar. Aytadilar, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, Qur'oni Karim tuyadan ham tezroq qochib ketadigan bir aqldan, zehndan uzoqlashib ketadigan bir narsadir deydilar. Tuyani qanday bog'lamasdan yechib qoldirsangiz ketib qolsa, Qur'oni Karim agar taahhud qilmasangiz, uni vaqti bilan o'qib turmasangiz, tadabbur bilan, tafakkur bilan va amal qilmasangiz, u ham aqldan uzoqlashib ketib qoladi deydilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Qur'oni Karimni davomli o'qib tursa, inson u uzoqlashmaydi. O'qiganda ham tafakkur bilan, tadabbur bilan ma'nolarini tushunib o'qisa, yana ham zehnda yaxshiroq saqlanib qoladi. Agar unga amal qiladigan bo'lsa, juda ham yaxshi saqlanadi, chunki amal bir narsani o'zallikla, bu xususan Qur'oni Karimni yodlashda amal qilishlik juda ham muhim. Qur'oni Karim tezroq yodlanadi va uzoqroq aqlda qoladi. Qur'onga amal qilgan inson kundalik hayotida kirsa ham, chiqsa ham, o'tirsa ham, tursa ham Qur'on bilan yashaydi. O'rgangan, yodlagan oyatlarini tatbiq qilib yashaydi. Unda insonni Qur'on aqlidan chiqishi qiyin. 7 hadis عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. وحديثنا إمام أبو داود تخرج قيانلر. شعيب الأرناؤوت رحمه الله buni Hasan hadis deganlar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Allohni ulug'lashlikdandir soch soqoli oqargan musulmonni hurmat qilish. Soch soqoli islomda oqargan musulmonni hurmat qilish, unga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohni ulug'lashlikdandir. Kim Allohni ulug'lasa, soch soqoli dinda oqargan solih insonni hurmat qiladi. Chunki u Allohning dinida, Allohning toatida, ibodatida umrini o'tkazdi. Chunki u solih, Alloh aytgan, ko'rsatgan yo'ldan yurdi. Allohning buyruqlariga itoat qildi. Qaytargan nahiylaridan qaytdi. Allohni yaxshi ko'rib, uning dinida yashadi. Shuning uchun unga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohni ulug'lashlikdandir. Chunki uni qandaydir
Allohning huzurida martabasi bor iymoniga, amaliga yarasha. Ilmiga, iymoniga va amaliga yarasha martabasi bor. Mu'minlarning har biri Allohga do'st. Mu'minlar Allohning do'stlari, lekin iymoniga yarasha, amaliga, ixlosiga yarasha farq qiladi. Kim yaqinroq do'st, kim uzoqroq do'st, uni ilmi, iymoni, ixlosi va amaliga yarasha Allohga bo'lgan valiligi bo'ladi. Va Qur'on hofizini hurmat qilgan. Qur'on hofizi deganda Qur'onga g'ulu ketmaganlarni aytayaptilar. G'ayril g'ali fihi. Qur'onga g'ulu ketmagan hofizlarni hurmat qilish va Qur'ondan uzoq bo'lmagan hofizlarni, al-jafi anhu degani quruq degani. Qur'onni yodlab olgan, lekin quruq amalda ko'rinmaydi. Istagan suradan, istagan betni o'qib ber desangiz o'qib beradi. Yoddan o'qib beradi, lekin quruq, al-jafi degani quruq degani. Ya'ni Qur'ondan quruq. Yodlab olgan, lekin amal yo'q. Amal qilmaydi, hayotida Qur'on ko'rinmaydi. Va g'ulu ketgan odam, Qur'onga juda ham chuqur ketib, g'ulu ketgan odamlar, ularni ham istisno qildilar. Ulardan boshqa va qurib qolganlardan ham, amal qilmaydiganlardan ham boshqa Qur'on hofizlarini, ya'ni Qur'onda mo'tadil bo'lgan va amal qilgan Qur'on hofizlariga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohni ulug'lashlikdandir dedilar. Va yana uchinchisi va ikroma sulton al-muqsit. Adolatli sultonga hurmat ko'rsatish. Adolatli sulton Allohning dini bilan hukm qiladigan, Allohning dinidan chiqib xalqqa, boshqalarga zulm qilmaydigan, boshqalarning haqqiga tajovuz qilmaydigan sultonga nisbatan adolat qilib, xalqiga nisbatan mehr, muruvvat ko'rsatadigan, rahm shafqatli bo'ladigan adolatli sultonga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohga, Allohni ulug'lashlikdandir dedilar. Bu hadisda Qur'on hofiziga nisbatan hurmat ko'rsatishlik deyildi va amal qilmaganlar chiqarib tashlandi. Qur'onga chuqur ketadiganlar ham chiqarib tashlandi, amal qilmaydiganlar ham chiqarib tashlandi. Ya'ni ular kirmaydi degani. Qur'onga g'ulu ketmagan, chuqur ketmasdan Qur'onga yaxshi amal qiladigan Qur'on hofizlariga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohni ulug'lashlikdandir dedilar. Demak, bu yerda amal qilishlik, Qur'on hofizi bo'lib amal qilmasa, bu toifadan sanalmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onga amal qilganlarga nisbatan hurmatni bu yerda ko'rsatishni buyurdilar. Ya'ni ularga nisbatan hurmat ko'rsatish Allohni ulug'lashlikdir. Chunki u odam Allohning itoatli quli, Allohning solih quli, Allohga ibodat qiladigan, Allohga itoat qiladigan hofiz u. Qur'on hofizi. Unga aziyat berish Allohga aziyat berish bo'ladi, chunki Allohning do'sti u. Allohning itoatli solih bandasi u. Bu hadisning sharhida demak, Qur'onga amal qiladigan Qur'on hofizlarini hurmat qilish vojibligi bilinadi deydilar ulamolar. Agar bu Qur'on hofizi haddidan oshmasa, oyatlarni o'zicha ma'no berib, chuqur ketib, boshqalarni masalan ustidan nohaq hukm chiqarib, haddidan oshmasa, Qur'onga chuqur ketmasa va Qur'onni tashlab ham qo'ymasa, quruq bo'lib o'qimasa, amal qilmasa, bu al-jafi deyiladi. Ya'ni ichi bo'sh degani. Qur'onni yodlab olgan bo'lishi mumkin, lekin ichi bo'sh bo'lsa, bu
ya'ni foydasi bo'lmaydi, o'ziga zarar beradi Qur'on. 8-hadis an Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إمام مسلم رواية قيلنر bu hadisni. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh taolo bu kitob bilan, Qur'oni Karim bilan bir qavmni ko'taradi, qadrini, martabasini ko'taradi va boshqalarni qadrini, martabasini tushiradi. Chunki ular nimaga tushiradi? Qur'onni o'qimaydi. Qur'on bo'la turib uni o'rganmaydi, o'qimaydi, yoinki o'qigan taqdirda ham unga amal qilmaydi. Bularni Alloh taolo bunday toifalarni tushiradi. Qur'onni qadrlab o'qigan, tafakkur, tadabbur bilan o'qiganlarni va amal qilganlarni Alloh taolo ko'taradi. Qadrini va martabasini ko'taradi. Bu hadisda ham Qur'onni ham o'qishga undalyapti, ham unga amal qilishga undalyapti. 9-hadis Imom Abu Davud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar bu hadisni. Shuayb al-Arnavut rahimahulloh sahih deganlar bu hadisni. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Qur'on sohibiga, ya'ni Qur'on o'qigan, bu dunyoda Qur'onni lozim tutgan insonga aytilinadi qiyomat kunida, o'qing va ko'tariling. Ya'ni jannatda martabalar bor. Biri-biridan ustun bo'lgan, yuqori bo'lgan martabalar bor. Qur'onni o'qing va ko'tariling yuqoriga qarab, shu martabalarga qarab. Varattil kama kunta turattilu fid dunya. Dunyoda qanday qiroat qilib o'qigan bo'lsangiz, shunday o'qib ko'tariling. Sizni manzilatingiz, ya'ni sizni o'rningiz eng oxirgi oyatni o'qiganingizda o'sha yerda bo'lasiz deyiladi. Qur'on hofizi 30 porani o'qiguncha qancha ko'tariladi. 10 pora bilgan o'sha 10 poraga yarasha ko'tariladi. 20 pora bilgan 20 poraga yarasha ko'tariladi. Ko'proq bilgan ko'proq. Lekin buni sharhida olimlar aytadilar, Qur'onni dunyoda qadrlab o'qigan, tadabbur qilgan va iymon keltirgan, shak qilmagan Qur'ondan va amal qilganlar uchun deydilar. Hadisning sharhida aytadilar, sohibul Qur'on deganda sohib deb do'stni, yo'ldoshni aytadi. Ya'ni Qur'onning do'sti, yo'ldoshi deyilyapti, chunki davomli Qur'on bilan birga bo'lgan. Do'st, yo'ldosh davomli birga bo'ladi. Og'irida ham, yengilida ham birga bo'ladi, qadrlaydi do'stini. O'ziga yaqin oladi. Shuning uchun bu yerda sohibul Qur'on deyildi. Qur'onning do'sti yoki Qur'onning yo'ldoshi degan ma'noni bildiradi deyshadi. Nima uchun? Chunki davomli u Qur'onni o'qir edi. Har kun o'qiydi, uni amal qiladi, o'qib. Shuning uchun sohibul Qur'on deyiladi sharhida. 10-hadis Qur'oni Karim qiyomat kunida uni o'qigan va amal qilganlarni shafoat qiladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda an Abi Umamah al-Bahili radhiyallohu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Abu Umama al-Bahili radıyallahu anh aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deganlarini eshitdim. Qur'onni o'qinglar. Chunki Qur'on qiyomat kunida ashoblarini shafaat qilish uchun keladi. Ashoblari degani sohib degani. Sohibni ma'nosi yuqorida o'tdi. Davomli Qur'onni yo'ldosh deb bilgan va do'st tutgan, davomli Qur'on bilan bo'lgan insonlar bu yerda Qur'on hofizlar deyilmayapti. Qur'on o'quvchilar. Qur'onni agar hofiz bo'lmasa ham Qur'onni o'qib unga amal qiladigan insonlar mana shu nimaga kiradi. Shuning uchun Qur'onni o'qinglar deyaptilar. Chunki Qur'oni Karim qiyomat kunida sohibini shafaat qilishga keladi. Qur'on o'qib amal qilganlarni shafaat qilish uchun keladi dedilar. Bu hadisning sharhida aytadilar: Ahlihil qari'in bihi lahu al-mutamassikina bihadi al-qa'imina bima amara bihi wat-tarikina lima naha anhu deyilgan. Ya'ni Qur'on ahli degani kim ular? Qur'on ya'ni ashablari degani kim ular? Ya'ni Qur'onni lozim tutgan, Qur'onni davomli o'qigan Qur'on ahllari, Qur'onni mustahkam ushlagan, Qur'onning hidoyatidan yurgan va buyurilgan buyruqlarni bajargan. Qur'oni Karimda Alloh taolo nimaga buyurgan bo'lsa, uni bajargan, nimadan qaytargan bo'lsa, undan qaytgan insonlar Qur'on ahllari va Qur'on sohiblari deganlar. Alloh taolo barchamizni Qur'onni tadabbur va tafakkur bilan o'qiydiganlardan qilsin. Yaxshi ko'rib o'qiydiganlardan qilsin va amal qiladiganlardan qilsin. Va qiyomat kunida Qur'oni Karimni Alloh taolo shafaatchi qilsin. Osmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytadilar: agar qalblaringiz pokiza bo'lganida Qur'on o'qishdan to'ymagan bo'lar edingiz dedilar. Qur'on shunday narsaki, agar qalb pokiza bo'ladigan bo'lsa, bu pokiza qalb Qur'ondan to'ymaydi. Davomli o'qiydi. O'qigisi keladi. O'qigan sari rohat topadi. Alloh taolo qalbimizni poklasin. Alloh taolo Qur'ondan to'ymaydigan qalb bersin. Amal qiladigan qalb bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.